Hürmetlik vatandaşlarım, bugünkü leksiyamızda başlayımız. Bugünkü naq xabarlarning mavzuları bilan sizlarni tanishtiray deb niyat qildim. O'tganda aytgandek men buni to'liq tayyorlab ketolmayman. Men vaziyatning xabarlar qo'yilgan mavzuni vatandoshlarimning tasavvuriga tashlayman. Birinchi, Ozodlik armiya Hindistonni jazolaydi. Davlat mudofaa ministrlariga oshkora bildirib mundaq dedi. Her qandaq bedel to'lashga qaramay, ko'pchilik YouTube 26-günü, 7 ayning 26-günü. Amerika Yaponiya Jungoning bosh ko'tarishni urush orqali uzib tashlash masalasida Hindistonga yo'l qo'ydi. Jungo avval mush etish kerak. Mavzuli xabar 26-günü YouTube'da e'lon qilindi. Merkezi Televizya stansiyasi Ozodlik armiyaning Tibet Qinghai egizligiga askar ko'paytganligini ko'rsatdi. Hindiston agar askar chekindirmasa, ko'pchilik mavzuli xabar 26-kuni YouTube'da e'lon qilindi. Qarshi tarafga o'tdi. Tayvan mustaqilchilari Hindiston bilan birlashib Jungoni halok qilmoqchi bo'ldi. 1 milyard 300 milyon Jungulukning savar qachisi toshdi. Mavzuli xabar yoki tor filmi 26-kuni YouTube'da e'lon qilindi. Hindistonning yuqori darajalik amaldori suhbatlashishdan voz kechib, bir kun kechiktirdimi? Mavzuli tor filmi 26-kuni YouTube'da e'lon qilindi. Zo'r bir turkum Ozodlik armiya bir qismlar, motorlashgan qismlar Tibet oldingi sepiga yurish qildi. Vaziyatning o'zgarishchanligi ko'pchilik mavzuli xabar mavzuli tor filmi 24-kuni YouTube'da e'lon qilindi. Jungo qanday qilganda Amerikaning urush tahdidini to'sib qala oladi. Mavzuli tor filmi 26-kuni mushu leksiyani so'zlashdan 3 soat burun YouTube'da e'lon qilindi. Bevosita anglatish 2017-yili Jungo, Shangang, Tayvan vaziyatining o'zgarishi va Yaponiyada o'tkazilgan Jungo siyosati xalqaro muhokama yig'ini 4 soat burun, mushu leksiyani so'zlashdan burun 4 soat burun mavzuli xabar film, hujjatli film, ya'ni tor filmi 26-kuni YouTube'da e'lon qilindi. Hindistonning yuqori darajalik amaldori Jungo cho'qim Hindistonning kelgusiga tahdid dedi. Mavzuli xabar 25-kuni YouTube'da e'lon qilindi. Hindiston Mongoliyaning prezidenti Batolgani Hindistonni ziyorat qilishga taklif qildi. Bu kishi Jungoga dushmanlik bilan qarashda dong chiqargan. Mavzuli xabar 7 ayning 25-kuni Twitter betida e'lon qilindi. Amerika matbuotlari Prezident Trump hukumatini Hindistonga yordam berib, Jungoga qarshi turishga chaqiriq qildi. Mavzuli xabar 7 ayning 24-kuni Twitter betida e'lon qilindi. Amerika matbuotlari Jungoning dunyoga rahbarlik qilish niyatini oshkorlab, Amerikani Osiyodan qo'g'lab chiqarmoqchi bo'ldi dedi. Ya'ni mandaq Amerika matbuotlari Jungoning dunyoga rahbarlik qilish niyatini oshkorlab, Jungo Amerikani Osiyodan qo'g'lab chiqarmoqchi bo'ldi dedi. Mavzuli xabar 7 ayning 25-kuni Twitter betida e'lon qilindi. Jungo Hindiston qattiq ilishyotidi. Shanghai hamkorlik tashkiloti parallich bo'lib qolish xatariga duch keldimi? Mavzuli xabar yana tor filmi 7 ayning 25-kuni Twitter betida, film emaskana 7 ayning 25-kuni Twitter betida e'lon qilindi. Jungo Hindiston to'qinishi umumyuzlik qo'zg'aldi. Dengiz okean vaziyatimi qizil chiroq yoqdi. Mavzuli xabar 7 ayning 25-kuni Twitter betida e'lon qilindi. Yuvoshlik bilan Jungodan chekinib chiqish Hindiston armiyasining birdan-bir to'g'ri tanlashidir.
Mavzulu xabar 7 ayın 25 günü Vanvetor betide e'lon qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlari Janubiy dengiz vaziyatiga aralashishni planladi. Hindiston matbuotlari tabriklab, yordam qilguvchi armiya yetib keldi deb ko'rsatdi. Mavzulu xabar 7 ayın 25 günü Vanvetor betide e'lon qilindi. Hurmatli vatandoshlarım, yuqorqi tor filmleri va xabarlarning mavzularini birlashtirib tasavvuringlarga tashlagan hurmatli vatandoshlarım. Sizlar menga yordam qilgan bo'lsangiz, men chaqchaqilak mushularni, mushu mavzularni tashlab ketish ko'zim qiymaydi. Hammani tanishtirishim, sizlarga so'zlashim kerak, lekin mening kuchim yetmaydi. Bir odam mening kuchim yetmaydi. Shunga sizlarning tasavvuringlarga topshirdim. Ham buning ichida ikki masala. Biri Mong'oliyani qanday ahvolda, Mong'oliyaning prezidentini Hindistonni ziyorat qilish taklif qildi. Ikkinchisi Amerika matbuotlari Hindistonni qo'llash kerak degan mavzu qanday ahvolda e'lon qilindi. Shu xabarlarning konkret mazmuni bilan tuvanda sizlarni tanishtiraman, hurmatli vatandoshlar.